Siz yashayotgan hududda noqonuniy elektr energiyasi va tabiiy gaz tarmoqlariga ulanish holatini ko'rdingizmi? Bu kabi qonunbuzarliklarga aslo befarq bo'lmang. O'zenergiya ilovasi yordamida ushbu holatlar haqida tez va ishonchli xabar bera olasiz. Noqonuniy tabiiy gaz hamda elektr energiyasi ulanishlarini ko'rsangiz, oddiygina suratga oling yoki videoga yozib oling. Play Market yoki App Store orqali ilovani yuklab oling. Keltirilgan bandlarni to'ldiring, video va suratlarni yuklang. Siz yuborgan ma'lumotlar O'zenergiya inspeksiya tomonidan ko'rib chiqiladi va asosli bo'lsa, qonuniy choralar ko'riladi. Eng muhimi, sizning xabaringiz asosli chiqsa, aniqlangan zarar asosida sizga foizli rag'bat beriladi. Ilovani yuklab oling. Qonunbuzarliklarga qarshi kurashda faol bo'ling. Siz ham energiya islohotlariga o'z hissangizni qo'shing. O'zenergiya mobil ilovasi sizning nazoratingiz, adolatli energiya taqsimoti uchun yuklab oling, xabar bering, rag'bat oling.